jonim bilan. Ha, hamma eshityapti. Tush pastga jonim, sog'indim seni. Bo'pti, ochma. It joningni. Nima qilasan ertalabdan endi? Bugun men Sirojsiz go'zal bo'lasiz. Yana boshladik. Sizga qiz bolaga qanaqa mehr ko'rsatish kerakligini o'rgataman. Bo'pti, nima qilishim? Shu, siz go'zal, men Siroj. Mayli, oxirgi marta. Yur, aylantirib kelaman. Xatga boramiz. Любой joyingga olib boraman. Restoran desam, kafe desam, xohlagan ovqatingga olib beraman. Yur. O, intizor restoran bor, ishga bor. Nima yeysan o'zi? O'zim ham diyetadaman deyman-da, kirib olgandan keyin hamma narsalarni zakasga yeb tashladim. Oxirgi paytlar o'zimni o'zim tanimay qoldim. Semirib ketdim. Ko'p gapirma, jonim, senga zo'r sovg'am bor. Nima sovg'a? Hozir dastlabga keldi, olib kelaman. To'xtab tur, hozir. Tadam! Nima bu? Bunchi Elsefdan shampun. Mana. Aha. Bunisi balzam. Bunisi esa maska. Bularni hammasi yangicha dizaynda. Sochlaringiz mayin, yaltirab turadi. Nima qilaman? Sen har doim go'zal bo'lib yurishing kerak. Sochlaring yaltirab turishi kerak. Menga podarka beryapsiz. Bo'ldi, endi o'zimizga qaytamiz. Qaytarib soling. Mana. Rahmat, sovg'a uchun Siroj aka. Hozir shunda men podarka qildim bo'lsangiz. Ha? Siz olib bermaganingizdan keyin o'zimga o'zim olaman-da. Anta dastavka turibdi. Pulini to'lab qo'ying. Rahmat. Hozir shunda yeb qo'ydimmi?